11 bab. Gilatlık Yifta bir batur jangchi edi. U Gilatning o'g'li bo'lib, onasi Poyisha edi. Gilatning o'z ayolimi uningga bir necha o'g'il tug'ib bergan edi. Bu o'gay aka ukalar cho'ng bo'lgandan keyin Yiftani qo'g'lab chiqadi va uningga "Sening otimizning o'z zeminiga varislik qilishga haqqing yo'q. Chunki sen degan boshqa ayolning bolasi" dedi. Shuning bilan Yifta qarindoshlaridan qechib, top zeminiga berib, shu yerda yashidi. Uzun o'tmay uning atrofiga bir top o'ktamlar to'plashib, uningga agashdi. Bir mezgildan keyin Amonlar İsraillarga hujum qilib keldi. Amonlar hujum qilib kelgandan keyin Gilatlik oqsoqollar top zeminda yashayotgan Yiftani chaqirg'ili uning oldiga bordi. Ular Yiftaqqa "Biz Amonlar bilan urush qilmoqchi. Sen qaytib kelib bizga sarkarda bo'lg'in" dedi. Ammo Yifta Gilatlik oqsoqollarga "Mendan nafratlangan, meni otamning uydan qo'g'lab chiqarganlar sizlar emasmi? Endi beshinglarga kun tushib, mushkulatda qolganda meni izlab kelibsizlar" dedi. Gilatlik oqsoqollar mundaq dedi: "Bo'lar ish bo'ldi. Biz sening oldinga bizga bosh bo'lib, Amonlarga qarshi jang qilsa ekan deb keldik." Yifta ularga javob berib: "Agar men sizlarga bosh bo'lib, Amonlar bilan urush qilib, Parvardigor ularni mening qo'limga tushirsa, sizlar rostilla meni o'zinglarga bosh qilamsizlar?" dedi. Ular: "Parvardigor guvoh bo'lsinki, biz seni cho'qim o'zimizga bosh qilamiz" dedi. Shuning bilan Yifta Gilatlik oqsoqollar bilan birga Gilatga qaytdi. Xalq uni o'zlariga bosh va sarkarda qildi. Yifta Mispa shahrida Gilatlik oqsoqollarga aytgan so'zlarini Parvardigor guvoh bo'lsin deb yana bir qitim takrorladi. Ondan keyin Yifta Amonlarning podshohiga elchi avatib, uningdan "Sen nima uchun zeminimizga hujum qilib, biz bilan urushmoqchi bo'lasan?" deb so'radi. Amonlarning podshohi Yiftaning elchisidan mundaq javob qaytardi: "İsraillar Misrdan chiqib, mening Arnon daryosidan tortib, g'arbda Iordan daryosining shimolidagi Yabboq daryosigacha bo'lgan zeminimni besib oldi. Hozir uni menga tinch yo'l bilan qaytarib beringlar." Yifta Amonlarning podshohiga yana elchi avatib mundaq dedi: "Yifta shundaq deydiki, İsraillar hech qachon Moablar yoki Amonlarning zeminini besib olmadi. İsraillar Misrdan chiqqandan keyin Qizil dengizgacha bo'lgan cho'l bayovollarni kezib, Kadesh shahriga kelgan. İsraillar İdom podshohiga elchi avatib, bizning sizlarning zemininglardan o'tishimizga yo'l qo'ysanglar degan. Ammo İdom podshohi buningga parvo qilmagan. Ular yana Moab podshohigimi elchi avatgan. Ammo umu buningga yo'l qo'ymagan. Shuning bilan İsraillar Kadeshda yashab qolgan. Ular cho'l bayovollarni kezib, İdom zemini bilan Moab zeminini aylanib o'tib, Moab zeminining sharqiga yetib kelib, Arnon daryosining qarshi qirg'ida barkoh qurgan. Biroq ular Moablarning tavallikiga kirmagan. Chunki Arnon daryosi bo'lsa, Moablarning chegarasi edi. İsraillar Amorlarning Hashbon shahridagi podshohi Sixonga elchi avatib, uningga bizning sizlarning zemininglardan o'tib, makonimizga berilishimizga yo'l qo'ysanglar degan. Ammo podshoh Sixon İsraillarning o'z tavallikidan o'tib olish uchun kelganligiga ishonmagan. Shuning bilan podshoh o'z odamlarini yig'ib, Yaoz shahrida bargoh qurib, İsraillarga hujum qilgan. İsraillar e'tiqod qilib kelgan Parvardigor Xudo
Padişah Sihon bilen onun adamlarını İsraillarning qo'liga tushirib bergan. Shuning bilan İsraillar ularni mag'lub qilib, shu yerda yashab kelgan Amorlarning barliq zeminiga ega bo'lgan. Ular Amorlarning Arnon daryosidan tortib, Yaboq daryosigacha va cho'l bayavonidan tortib, Yordan daryosigacha bo'lgan butkul zeminini o'z qo'liga olgan. İsraillar e'tiqod qilib kelgan Parvardigor Xudo Amorlarni o'z zeminidan qo'g'lab chiqarib, o zeminni o'z xalqi bo'lgan İsraillarga bergan tutsa, sizlar bu zeminga ega bo'lalamdinglar. O'z ilohinglar bo'lgan Kimosh sizlarga bergan zeminga ega bo'lmamsizlar. O'xshashla bizmi Xudoyimiz bo'lgan Parvardigor ko'z oldimizda haydab chiqarib etganlarning barliq zeminiga ega bo'lamiz. Sizlar Moablarning podshohi Zipporning o'g'li Balaqdinmi kuchligimi? U İsraillarga qarshi turib, ular bilan zemin talishib, urush qilib baqqanmidi? İsraillar Hashbon shahri, Aror shahri va ularning atrofidagi yezlarni, Arnon daryosi vodisidagi barliq shaharlarni 300 yil egilib yotdi. Shu mezgilda sizlar nima uchun u zeminlarni İsraillardan qaytarib olmadinglar? Men sizlarga qarshi hech qanday xato ish qilmadim. Ammo sizlar menga qarshi urush qilmoqchi bo'lib, noto'g'ri ish qilyapsizlar. Bugun Amonlar bilan İsraillar o'tirsidagi bu ishga olamning hukmdori Parvardigor o'zi hukm chiqarsin. Ammo Amonlarning podshohi Yifta evetken elçilerinin sözleriga quloq solmadi. Parvardigorning ruhi Yifta'ning vujudiga tushdi. Şunu bilen u Gilad ve Manasse zemininden ötüp yana Gilad zeminindeki Mispak şehriga qaytib kelib, şu yerden Amonlarga hujumga o'tdi. U Parvardigorga qasam qilib, Amonlarni mening qo'limga tushirib bersang, men g'alaba qilib qaytib kelganda uyindan chiqqan tunji tirik jonni Parvardigorga atab ko'ydirma qurbonlik qilaman dedi. Shuning bilan Yifta İsraillarni boshlab Amonlar bilan urush qildi. Parvardigor Amonlarni uning qo'liga tushirib berdi. U Aror shahridan Minnit shahrining atrofigacha va Abil Kiramim shahrigacha bo'lgan 20 shaharni vayron qilib etdi. Shunda qilib İsraillar Amonlarni mag'lub qildi. Yifta Mispak shahridagi uyiga qaytib kelganda, uning oldiga qizi dab kelib, usul o'ynab uni kutib olg'ili chiqdi. U Yiftaning birdan-bir bolasi bo'lib, uningdan boshqa hech qanday o'g'li yoki qizi yo'q edi. Yifta qizini ko'ribla, kiyimlarini yirtib, nola qilib, "Voy qizim, sen meni ichinishli qayg'u alamga mubtalo qilding. Men Parvardigorga qasam qilgan edim. Qasimimdan yanolmayman" dedi. Qizi uningga, "Hey ata, sen Parvardigorga va'da qilgan ekansan. Meni shu bo'yicha bir taraf qilgin. Chunki Parvardigor sening dushmaning bo'lgan Amonlardan uchungni elib berdi. Ammo mening bir talpimga ma'qul bo'lgin. Menga 2 oy vaqt bergin. O'lish oldida turgan yuzi ichilmagan qiz bo'lganligim uchun hamrohlarim bilan billa toq chiqib, urib, yig'lab kelay" dedi. Dadisi, "Bo'pti, bağın" deb onunga 2 oylik ruxsat berib yo'lga soldi. Qiz hamrohlari bilan billa toq chiqib, o'zining yuzi ichilmagan qiz peti o'lib ketadiganligiga urib yig'ladi. 2 oydan keyin u otasining yeniga qaytib keldi. Yifta
qizini va'disi bo'yicha bir taraf qildi. Yiftaning qizi hech qanday er zotiga yaqinlashmagan edi. Shuningdan keyin İsraillarda mundaq bir odat shakllandi. Her yili İsraillarning qizlari Gilotliq Yiftaning qizini aslab, uning uchun 4 kun motam tutadigan bo'ldi.